Xo'p, bizlara eng oddiy holatda chiqarib beradi. Biza cruddan nima dedik? Crud o'tamiz. Crudga o'tganda image o'tsa, mana buni jadval ko'rinishida chiqarib berib turibdi, tushundingmi? Biza aynan shunday jadval ko'rinishida ochishlarimiz uchun nima kerak bizlara? HTML tag kerak. HTML tagni ishlatib yozamiz. Table bilan, xo'p, tablening ichida bir qator rowning ichida nima qo'yamiz? Tahid qo'yamiz. Tahid degani ina masalan bu ina qaranglar-da, balanddagilar nima bo'lib turibdi? Bu sarlavha bo'lib turibdi. Shuning uchun tahid bo'lib turibdi. Tushundingizmi? Tahiddan nima deyman? Birinchisini kitob yo'q, nomi deyavering. Nomi. Xo'p, keyingisini nima deyman? Yana tahid yozishim kerak. Tahid keyin nima deymiz? Betlari. Bet soni deydi. Soni, shundaymi? Bet soni deb ko'rinsin. Yana tahidning ichida nima deymiz? Holati. Ya'ni bu kodni o'chirib tashlayman. Qaranglar. Imchakka atsam, yana endi bo'lib chiqib turibdi. Buni eng oddiy variantda jadval ko'rinishida ko'rsak bo'lsak, border demizda 2 piksel beramiz, tushundingmi? Eng oddiy holatda yana, tushundingmi? Endi pastda kitoblar kelib chiqishi kerak. Tushunarlimi? Kitoblarni chiqarishim uchun tr deyman. Tr'mi ichida Üçüde kitaplar, her bir kitabı çıkarışı gerek. Üçüre ben for yazaman, yani forumu. İşletip yazaman, üçörüme yazaman da. Çünkü mi? Ben ibare taşıyma. Bu forumu ibare. Ben eğer bu başına koyadığım buzam ne oladı? Taze kitap ekkesi yine bir cedvel yaratadı. Şu işi başta et görüstüp verin. Hata yok, lakin görüstüp verin. Size şunu bağlaşın aydıcı. Table'ı taş karşısına koydum. Forumu. Şimdi mi? Şimdi her bir t'r'ın içinde table data tamamda event data tamamda nomunu şunda çıkar. Düşündün mü? Düşündünüz mi? T'da 2 tane tali. Birincisine nose çıkardı. Betler sonra ikincisinde event çıktı. Şunallı mı? Şimdi hazır bir tane element koysak karkaysı için bir cedvel. Yine çötki oldu. Şimdi nomlar çıkıp verdi. Hazır bu kodu var ve HTML'de kemmesini çıkartıp verdi. Düşündün mü? Ana endi ben kodum neye kaysı baskıça geldi. Template oldu. Logikam oldu. Ne kaldı kemiz? View ne yazıp oldu? URL kaldı. Şimdi mi? Kaysı fazla açılışı. Mesela yine şu URL. Ne olsa URL. Şu URL kaldı. Onun için URL app'ımda yaratıp alma. urls.python. Şimdi işleteme config kısmında etiketleme. Rohette ötkizip include. İşletemiz pass. Açıkça degeni baş sayfada çıkardı degeni. Şimdi mi? Include deyimiz. Keyin kaysı app'ta o? Books app'ında URLs file'ı. Tushunarli mi? Yani üçü görünüşte yazamız. Endi ne çıkıp oladı deseydiler URL patterns dengizlerden 4 koltuğun içinde path deysizler. Path yok. Şimdi mi? Path tanımında path işletemiz çağırıp alamız. From Django'nun içinde URLs'tan import etemiz path'ını. Keyin biror bir path'da biror funksiya işleydi. Nişetemiz funksiyalarını çağırıp koyamiz. Nişete from funksiya ne diye yazıyorduk? Books app'ının içinde view'umda funksiya yazıyorduk mı? No deyen funksiya yazıyorduk. List books mu? List books'umu çağırama. List books'umu çağırdım. Ana endi işletik giteme. Açıkça yani baş sayfada çıksın list books'umu işlettiğime. Diğerli hem yere buldu. Şimdi değil mi? Şimdi layıkama run server'e tüküremem. Python minipy ne diyemiz? Run server. Hatalıklar yok. Şimdi gelemenden boş sayfamda işletemem. Cedvelde hiç kanday malumat yok. Sebep hali hiç kanday malumat koşulmadı. Şimdi mi?
Şunu qo'shib ko'raylik. Boshda o'zimiz admin panelda. Admin panelini ishlatib o'taman. Boshda admin yaratishim kerak. Admin panelga o'tishim, kirishim uchun, shundaymi? Python manage file create super user deyman. Admin deyman. Email pochta bo'sh bo'lsin, parol bir bo'lsin, yaratavermin deydi, yarat dedim. Keyin qaytadan ishlataman, run server beraman, admin panelga giraman. Loyiham ishlab turibdi. Admin paneldan ishlatamiz, admin o'tamiz. Admin deymiz, parol 1. Ketdik. Hali bizlara app'im qo'shilmagan beri, shundaymi? App'dagi modelim qo'shilmagan. Nishat qo'shamiz. App'imdagi admin faylına giramizdan char olamiz boshda. Modelim from booksdan gelsin. Modelin içindeki no gelsin. Book gelsin. Buni registratsiya etish nechik bo'ladi dedi. Admin site nokta register demizdan book demizadi. Shundaymi? Ana endi admin paneli o'tamanda app'ni o'tib beraman. Qaranglar, qo'shchakman. Gelaman, nomi, kitobning nomi, o'tgan kunlar. Xo'p, bit 360 bit bo'lsin. Holati elektron kitob. Tushundingizmi? Save qilaman. Saqladim. Obyekt 1 deb turdi. Endi bosh sahifamda ko'raman. Bosh sahifamda rostdan ham shu chiqdimi? Yana ko'rdingizmi? Endi yana bir kitob qo'shing. Gelaman. Men degan kitob bor. 150 bit, holati qog'oz kitob. Save qilaman. 2 kitob bo'ldi. Shundaymi? Odatda ketma-ket chiqishi kerak. Bu admin panel az tiyindan chiqishi kerak. O'tgan kunlardan keyin chiqishi kerak. Shundaymi? Az app'ni o'tib beraman. Yana bir jadval ochdi. Ko'rdingizmi? Kamchiligi bor. Noda kamchilik bo'lib turibdi desangizlar, biz bu template'dan ishlatib ketdik. Yana umumiy yana bir jadval yarat dedim. Bu i kelgan vaqtda yana yarat dedim. Tushundingizmi? Bu kodni ibera ko'chiraman. Bo'lg'ani rowning ichida amalga oshirdi deyman. Bu qatorning ichida, tushundingizmi? Qator etdimi? Buni balandga chiqaraman. Yana. Endi app'ni o'tib beraman. Yana chotki bo'ldi. Tushundingizmi? Endi knopka qo'shib berishim kerak. Nechik qo'shaman? İbera yana tahit demanda o'chirish. Amal deyna. Amallar. Amallar. Shundaymi? Amallarda qarasam menda tursa, amallar turibdi bombo'sh, shundaymi? Har bir niyamni o'chirish degan nima bo'lsin? Tushundingizmi? O'chirish, update etish. Eshitamiz? İbida yozamiz. T'ning içinde ne deymiz? E'ning içinde koyamızda o'chirish. Yana bir netamizdan shunchaki ishlatamiz. Yangilash, update desak ham bo'ladi. Yangilash. Har qaysini yozamiz. App'ni o'tib beraman. Hozir bo'lg'ani hech qanday amal bajarmaydi. Shunday o'chirsam o'chib ketmaydi. Tushundingizmi? Bize az o'chirish funksiyasini yozamizmi birinchi, yangilashimi yo o'zi qo'shadiganmi? Admin paneldan qo'shtiribmiz. Qaysi bir netamiz tanlangan. Qo'shishni pastda qo'yish kerak. Sababi jadvaldan pastda turishi kerak. Qo'shish deganda har safar qo'shish chiqmaslik kerak. Ya balandda turishi kerak, ya pastda turishi kerak. Nega yaratamiz? Jadvalimda pastda turadi. Oddiygina a bilan beraman. Yangi kitob qo'shish degan na chiqib turadi. No, yangi kitob qo'shish degan no chiqdi. Link chiqdi, lekin bossamali yangi kitob qo'shadigan sahifani ochib bermaydi. Sabab necha? Yozilmadi, funksiya yozilmadi, ulanmadi. Shundaymi? Endi nechataman? Yangi funksiya qo'shish deganlarni funksiyamni yaratib olaman. Birinchi nechataman? View'ni o'taman. View'ma kelaman, yaratib olaman. Nechatib? Def add book, ya'ni kitob qo'sh. No bo'ladi? Har doim request